Kurtuluş yoluna sular kalktı bizning kanımız. Sen için ey yurtimiz, bulsun fedadır canımız. An için hem can verir, hazır kurtulmadan senin. Kurtuluşta kalbimizde var idi imanımız. Atalarının kenleri ölçmeydi tarih bitirdi. Nesli hâli cenge var, yazalım evladımız. Çıktı can hem astı kan, oldu yavrum yal aman. Yaşasın düşünmesin güzel istikbalimiz. Yaşasın yaşasın parlansın istikbalimiz. Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlarım. Jasorat munbiriga hoş geldinglar. Yaqindan biz ustozimiz shu Varis Chaqon muallim sababdan o'zimizning tarixi, shonli tarixi bilan ozroq tanishib o'tgan bo'ldik. Bugungi programmamizda yana Varis muallim bilan bo'lgan suhbatimizni davom qilamiz. Şahsen ben şu yakında Varis muallim bilan bo'lgan dialoglar orqali bizning Uyg'urlarning ayni Xitoylar bizni mansitmay tasvirlayotgandek madaniyatsiz, tarixi yo'q, shunaqa bir millat bo'lmasdan balki shonli tarix yaratgan bir ulug' millat ekanligimizni asta-asta tanib yetyapman va bu orqali malla emas bir qism do'stlarimizniki shu programmalarni ko'ngil do'stlarimizning ruhining qaytadan urg'iyotganligi, o'zlarining Uyg'ur va Türk bo'lganidan faxrlanayotganligi. Mushu ahvolni ko'rgandan keyin men intayin xush bo'ldim. Bizning asli maqsadimiz shu. Bizning ayni tariximiz bilan tanishish va Xitoyning safsatasiridek biz bir yaramas, madaniyatsiz millat emasligimizni to'liq tanib yetishimiz. Bu muhim qarindoshlar. Assalomu alaykum, hurmatli Varis muallim. Salomatlik yaxshi turgansiz? Va alaykum assalom. Jasorat yaxshi, o'zingmi yaxshi turdingmi? Yaxshi, Allohga shukr. Yaqin oyog'i sizni javob qilyapmiz. Sizga ko'p rahmat. Boya deganimdek sizdan o'zimizning kimligimizni asosda tanib yetgandan keyin mening mendeki ba'zi shu yaqin davr surayotgan tushkunlikda ozroq o'zgarish bo'ldi deya olaman. Qaytadan ruhim urg'ib, boshqacha jonlanib ketayotgandek his qilaman. Inshaalloh bu programmamizni ko'rgan qarindoshlarimiz shunday hissiyotda bo'lsa. Bugün yana nayet qiziqarli savollarimiz bo'ldi sizga shu bizning tariximiz to'g'risida. Endi men qisqa bir tarixni o'rganish jarayonida bir narsani his qildim. Mo'g'ullarni hammamiz bilamiz endi. Mo'g'ul bir hozir bu cho'ng millat endi tarixda Chingizxonning davridan tortib tanış qolgan bir millat. Ammo Uyg'urning tarixi yozilgan ba'zi yozmalarda Uyg'urlar qurgan ba'zi xonliqlarni Mo'g'ul xonligi deb bir atagan ahvollar bor ekanda. Bu Mo'g'ul emas, Mo'g'ul, ya'ni yozilishida ozroq farq bor ekan, bir kam chiqib Mo'g'ul. Shuni bir sizdan oydinlashtirib olay dedim. Nimishqa ba'zi Uyg'urlar qurgan xonliqlarni Mo'g'ul xonligi deb ataydi. Bu Mo'g'ul bilan Mo'g'ul bu kelimedeki işletishdeki hatalık mı ya bir fark var mı bu yerde? Bu Moğollar degeni hem de asli Hindistan tarafta bu Hintlilar aşağıda devlet kurgan Türklerge Moğol
deydigan şu Moğol degan. Bu Türklerninki hem aşu Hindistan tarafını bizning boshqurishimiz mushu Buron Andronola deb qo'yamiz biz mushu hozirgi mush Türk xalqlarininki atallarini shakllantirgan xalq shu Andronolar shu. Onu medeniyet tarixida endi Andronolar deb arxeologlar, san'at tarixchilari, tarixchilar Androno kültürü deydigan bir kültür var şu. Bizning shu hozirgi vatan, hozirgi shu G'arbiy va Sharq Turkiston, anandaki mush Kavkaziyagacha bo'lgan orliqda tarqalgan ekan bular. Mushu bular milodidan shu burunqi 10 ming yillardan burunqi xalq bular. Shuning bilan bularning bir qismi mushu nimaga hozirgi Afg'onistondan Hindistonning shimoligacha yayilgankanda bir qismi Andronolların bir qismi ash tarafga ketib shu yerda Harappa medeniyetini shakllantirgan degan bir gap bor. Demakchi o'g'lim, ya'ni shu bizning atalarimiz öz vaqtida miloddan burungi 10 ming yillar atrofida shu madaniyatni shakllantirganlarning bir qismi asha ko'chib ketgan ekanda. Ko'chib ketgandan keyin bu madaniyatni qazib tekshirgan vaqtimizda o'xshashlik chiqadi ekanda qadimgi nimada. Shuning uchun endi bu yerda hamda masalan bizningki Xitoylarga o'xshash yoki boshqa millatlar qaraganda bu mushu rayonlardagi medeniyet, naqsh usullari olsun, bir qism insonlar olsun, bizning ash tarafga biraz bir yerlar o'xshashlik bor-ku. Bir sabab. Andan keyin asos bu yerga bizning atalarimizning hukmronlik qilgan ammo Hindistonliklar bu yerdagi turklarni Mo'g'ullar deydi degan gapdan chiqdi u bu ham. Shu Mo'g'ullar tarqalgan vaqtda bir qism Mo'g'ullar shu nimaga kelganda hozirgi shu bizning vatanning janubiy taraflaridan aşağıdan yayilib Afg'oniston, Kabul, Hindistonning shimoligacha borgan shu bular. Bularni qaynaqlar manbalarda Eftalitlar deb qo'ydi, Aqollar deymiz biz. Ya'ni birisi Aqollar bir muddat kuchlangan vaqtida bizning vatanning shimol tarafida G'arbiy ko'proq nima qilgan, ammo Aqollar milodidan keyingi 3-4 asrlarda aşı vatanning nimani janubiy g'arbiy janubiy taraflarigacha yayilgan ekan bir muddat. Shu yerga hukmronlik qilgan. Demakchi o'g'lim Aqollar idora qilgan vaqtida hozirgi shu Hindistonning shimoli, Afg'oniston, bizning Xotan, mushuliqi Charchandan tortib Xotan ashu nimagacha Qashqargacha yayilgan, hatto keyin shu Kuchagacha endi kaptga. Shunga bizning haliqi Aqollarninki bizning vatanninki janubida ta'siri bor. Hatto nurg'un tadqiqotlarda shularga oid bir qism narsalarni tepildi-chu. Hozirgacha ash vatanning yer ismlari, hatto kishi ismlaridami ashlarning izlarini tepishga bo'ldi. O'tgandan men dedim, masalan bizning vatanninki shimolda bek demaydi, ammo ash janub shu g'arbiy janub tarafda Axun degan gapni ko'p ishlatamiz biz. Axun asli bu islom dinidagi axunlar emas bu. Burungi ashash Mo'g'ullarning ta'siridan qolgan degan qarash bor-ku. Masalan, Mamtaxon, Qunaxon, Turaxon, Qudurtaxon. Masalan, men yurtda ko'proq bazmanda nima qilganda yezdiklar Varisaxon, qachon keldinglar deb qo'ydi. Ya'ni bu ashun nimadan kelgan? Ya'ni birisi bizningki ma'o atushda Taxtuyun deb bir yer bor-ku, Taxtuyun deb qo'yamiz. Asli Taxtuyun ekan u. Mo'g'ullarning taxtining qurilgan yeri ekan-da u. Taxtuyun asli Mo'g'ullarning taxti bor yer degan gap. Ham demakchi o'g'lim shu vaqtim tatib shu hozirgi shu Hindistonninki bir daryosi bor, janubiy tarafida Hindlarchiq
ma genç nehri dep koydu ma nimelaki nime tarafta bir derya var. Aşına ma şimal tarafı asasen şu Türk halkları idarikliğe yerleşke yerliken bu ço. Yine bu akulladın kiyin bu vaxtlada bir mezgil ma Köktürkler akullarının nimesine basıyordu. Ula ama ma Hindistan taraflarına geçip kirmedi işi göre. İçki kirmeydi. Bu vaxtlada hem de şu rayondaki bazı Hint kabilelere nima qilganken ama onundan burun yanım şu hazır Afganistan ve Hindistan'ın şimalgacha bo'lgan rayonlarni nima boshqargan ekan? Kushanlar-chi, Kushan. Bu hali Tuhriylar. Bu Yoshi deb qo'ydi buni Xitoy manbalarida. Ashlarning qurgan bir davlatda shularmi shu yerni boshqargan ekan. Shuning bilan keyin andin o İslami devriga kelgan vaqtida masalan G'aznaviy davlati degan bir davlat bor. Shu davlat shu Hindistonda G'aznali Mahmud deb qo'yamiz, mashhur shu eng qudratli zamonda shu nima qilgan hukmronlik qilgan odam bu. Ana G'aznaviylarning vaqtidami o'shani bizning shu biz bilan qarindosh bo'lgan xalq hamda bu G'aznaviylar Qaraqalli devleti bilan hatta bazı münasebetlerim batı. G'aznaviylar boshqurgan, keyin G'aznaviylardan keyin bu yerda Dehli Türk sultanlığı deb qo'yamiz. Shu G'aznaviylardan qolgan shu vaqtlarda ashada yerlashib qolgan Türk xalqlari ba'da hamda bular o keyin bu yerda sultanlıklarni qurgan ekan. Biz buni Dehli Türk sultanlıkları deb bölümde ders kılıp okudunuz bularni biz. Bularni Türk halkları. Keyin bu Hindistan'ne nima qilgan vaqtda ki Moğol istilası başlaydı o'zing bilsa. Keyin 13. asrdan keyin bu Moğol istilası esnasında bir mezgil hamda Moğollarninki şu şimal tarafları hozirgi şu Afganistan, İran hamshalar hamda shu nimaga Moğol hakimiyeti astiga kirgizdi. Keyin mushu Moğollarni o'zing bo'lsa uzoq bormay hem Çağataylar hem Altın Ordu hem şu İlhanlar asasen Müslümanlaşıp Türkleşip gitdi ular. Türkleşkende keyin bu yerda hem de Türklerninki ta'siri, medeniyeti sınıp ketken bu yerga birazcho. Ama bu Hintlarning hem de nimisi asasen o bek Janub tarafdagilarga bek nima qilmay ulardan shu boshqurib bajilini elib asasen shu nimagicha Genç Nehirgacha o'sha yerda bir daryo bor. Hintlar ba'zi o'zini o'sha yerda nimasi bor, ularning bir xil ibodati bor ekan-ku uni. Şu vergiçi boğa aralıkta hem de asasen Türkler asasen başkurup gelgende bulanı. Sonra bu Hintlikler keyin o'zing bilsa bu Moğollardan bu devirde Çağatay devri deb qo'yamiz. Bizning Türkistan'da ve G'arbiy Türkistan'da bu Çağatay devri başlaydı. O Çağatay devride keyin bu Çağataylarmı asasen 14. asırdan keyin Müslüman bo'lib ketdi bular. Asas Türk iş bilen bizning hozir şu biz Uyg'urlar so'zlagandek şu so'zlab şu Uyg'ur medeniyetini hozirgi Uyg'urlarning atıpları değil hem de shularning ta'sirini elib şu singishib ketgan. Şu vaqtlarda hem de keyin bu G'arbiy Çağataylardan Temur devleti o'tirib chiqqan. Emir Temurni bilsa mashhur. O Temurmu O'rta Osiyoda şu Moğol imparatorluğundan keyin qurilgan cho'ng bir imparatorluq bu. Temurning kuchi. Hindistonga borgan o. Hindistonni boshqargan hamda bir mezgilchi şu G'aznaviylar, Türk Dehli sultonliklari shu vaqtida shu yergacha borgan.
keyin endi bu o'zing bilsa Temur devleti acizlab Şeybanixonning Dehşti Kıpçak grubudan bu Şeybanixon, Ulxayraxon deymiz. Onun evlatları. Bu asli Jojininki nechinchi nevrillerden buldu. Şu vaqtda bu Timurning devletini yıkıp bu Şeybanixon bu yani egallab ketganda bu vaqtida bu Timurninki nevrilleri deymiz ham nechinchi nevrisi bo'lgan Babur şu ahir Afganistan'a gelip Kabul'a gelip Kabul'dan şu Hindistan'gacha şu yani burunqi Türkler başqurgan yerlergacha yani yani başqurup hakimiyet kurup Babur imparatorluğunu kurgan. Yani demek bu Hindistan'ın tarihini bizning tariximizdan ayırıp qarashga bo'lmaydi. Yani Türk tarixidan ayırıp qarash. Çünkü bular Hintli bo'lmagan xalqni shu Mogol deb atagan-kanda bular o Hind. Bu asli mesela Taj Mahalni o'zing bilsa dunyoda mashhur. Ashiyada mana hozirgacha katta imoratlar, katta tarixiy asarlarning hammasi degidek shu burun G'aznaviylar zamonidan qolganlarimi bor ekan. Men uni darsda ba'zi nimalarni anlatıma. Keyin şu Dehli Türk Sultanlıklı devrden qolgan asarlar bor, ama şu Babur Şah devridagi asarlar bek hashamatlikkanda hozir maşlar dünya sayohatchiligida eng oldin o'rin turdi-ku. Taj Mahal, şu rayonlardagi asarlar. Bu esasen bu Taj Mahal'ninki asasen mimarisi, aşağıdaki şehir kuruluşu hemmisi o'xshash bizning Samarqandga, Qashqarga o'xshaydigan imoratlar Bunun için bu Moğol, ular Moğol degandan keyin buni g'arbliklar bu şu ameliyatda u bizning şu ajdodlarimiz qurgan buluşu qarmay Moğol deb xato tushungan bu. Xato tushungan. Shunga o ularning asli Moğol degani shu adiki Hintlarning sirtida bo'lgan, Hintlarni boshqurib kelgan, Hint bo'lmagan Türk xalqlariga bergan. Shuningdan bu g'arbliklar shunda ep qolgan ekan. Keyin Türkiston, Ruslar va Xitoylar tarafidan ishg'ol qilingandan keyin ular bir qism nasl Moğol degan shunda degan amaliyotda unda emas. Men shu tarixiy jarayonni biroz so'zlab o'tdimki, hani buni xalq to'g'ri tushunsin. Hamda yana birisi sen dedin bu Sharq Türkistan'da Çağataylardan keyin qurilgan ba'zi devletlarni Moğoliston debdikan. Nemish Moğoliston degan bu. Hamda qara bu Çağatay xonligininki o'tganda men sana qilma Moğol imperatorligida Uyg'urlarning roli degan narsani aytganda biroz degan. Bular asosan shu nima vaqtidan keyin Kepek Xan'dan itibaren Çağatay asasen Türkleşip bular şehir bizninki aşağı sığışıp ketken çok bular. Çünkü bularning asas turduğu yeri yaylaqlar. Bizning şimal tarafdagi Sıkgöl etrafidagi mandaqalıqı sel hayvanchilik qilg'ini bo'ldigan yerda bular ko'chman chorvachilar qo'ygandan keyin Çağataylarninki bu vaqtdagi idorachilar asosan Moğoliston yaylaqlaridan kelgan. Bular şehirlerge bek nima qilmagan. Keyin Kepek Xan vaqtidan boshlab bu 1320-yillardan keyin maxsus shu Türklerge o'xshash shaharlarni selib anandikan ular o'zimi asosan Moğol Türklashib ketganda endi ko'p qism Moğollarni bunda qilaversak biz bu yerda nima qilmaydi ekanmiz. Bu yerda cidden macera çıkıdı iken de mecbur şehirlerge yerleştirip bular Türklüşüp ketganda Kepek Xan'dan keyin bu Tarmaşırın degan bir meşhur hükümdar var. Bu Tarmaşırının şu vaqtida Fars deb qo'ymiz Türkçede şu nimadagi bir devletçi bu Müslüman devlet şu Afrika'da bir yerdemiş, deniz kıyısında bir yer. Muşadin bir nimba İbn Batuta deydigan bir Müslüman
seyyah var. Şu Marco Polo'dan keyinki eng çoğun musulman seyyah şu degan Marco Polo'nun meydan okugan seyyah dep koymiz. Aşınınki bir seyahatnamesi var. Şu seyahatnamada şu Tarmaşır'ında bu men bir Mongol hükümdar hemen nesi Mongol'a okşaydı dep oylagandım. Ameliyette bir Türk sultanlığından hiç farkı yokken dep hatta şunun bilen bir mezgil söhbet kılıp şunun alıkı nimelerini görüp aşağıda durup mihmini bulap aşağıda hem tamamen Türkleşip gitipti o degandek malumatları var çoğuna. Şunun kim bu Tarmaşır'ın ama Mongolların hemmesi bunda Türkleşip ketmedi qara. Mongollarınki aşu enimizni saqlaymayız dep balaqma yerleşip Türkleşip ketkenlerini ola alaqa öç görep bular xiyanet qildi. Bular bizning emas deb hatta özleriçe töven görep ularni. Aşında bir içki cidel majram kep çıkkan. Şuna bilan kim bu Tarmaşır'ını 1334-yılı ötürüydü da mavalıqı. Mongol ananesini nima qilamiz deganlar. Bularning ko'p qismi ba'zi shu Budist yani İslam'a karşı ba'zilari va shu g'arbliklarmi vaqtlarda shu missionerlarni evatib shu xristianlikni bunu bularga İslamlaşning oldini olish uchun ayda xristianlikni bir mezgil yayilganken ba'zi rayonlarda. Ama Tarmaşır'ın ölgen Çağatay xalligida bir xil taqilish bo'lib ketdi. Hamma odamlar o'zininki rayonda o'zbek o'z ham bo'lib ketgandan keyin bu nima Emir Bulaci degan bir adam var. Şu Doğlatlarınki nimisi bu. Bular Doğlatlarga Cengizhan bu Mongollarga ko'rsatgan xizmati biraz çoğun boğaçka bizden janubni suyurgal kılıp bergen ekan. Manglay suyar dep deydi bu janubni. Tarixçi manglay suyar degan quyoshlik ya degan gap kelib. Ko'p kun nur ko'p ya bo'lgandiki bu manglay suyar deb atagan şu Doğlatlarning Emir Bulaci ham bu asosan musulmon bo'lgan adam. O'zi Türkleş asasen hakimiyetme şu uvadaki yerli xalqning nispeti Mongollar qaraganda jiq bo'lgandiki bu oxiri nima qilib bunda bo'lib kelsa bo'lmaydi. Biz cho'qim bu xalqimizni bu Cengizxonning yasasini asliga keltirib biz bu Mongol xalqini qayta qurishimiz kerak degan nima qiladi-da bu. Shuning bilan bu oxiri anandan keyin shu Tuğluq Timur degan bir odamni 1348-yili shu Aqsuda taxt chiqardi bu. Taxt chiqargandan keyin bu xalqning nimasi tekrar anandan keyin Moğolistan deb o'qiydi ba'zi manbalarda. Asliyatda bu Tuğluq Timur Cengizxonning avlodlaridan bo'ldi, ammo musulmonlashib bizning düşüp ketken bir adam bu. Bu musulmon bo'lgandan keyin hamda aşağınınki ahvoli qarab turib bunu tarix manbalarida bir aniq yozadi buni. 160 ming o'zining tarafdori bilan biroqlam Mongollar uzun chechini kesib musulmon bo'lgan degan manba bor-ku. Shuning bilan bu xalqning asli o'zi Moğoliston biz buni Sharqiy Chag'ataylar xalqi deb qo'yamiz-ku biz. G'arbiy Chag'ataylar degan hozirgi G'arbiy Turkistondagi hozirgi O'zbekiston, Yetsurayni hatta Sharqda nima kechirdi bu Sharqiy Chag'ataylarga kirdi, bizning Mo'g'ulistonga tavayalar u. Ama G'arbiy Turkiston tarafni asli G'arbiy Chag'ataylarmi deb qo'yamiz. Keyin bu Tuğluq Timurni taxt chiqarganlar biz yana burungi Mongol imperiyasini eslik keltirmez deb amaliyotda bu qatim bu Tuğluq Timurni taxt chiqarganlar Emir Bulaci ve onu o'sha Cengizga sodiq uning qonuniga sodiq odamlar mushu nima bilan Tuğluq Timurni qattiq yo'lab chunki u vaqtdagi tarix sharoitda Mongol urf odatlari bilan yashash mumkin emas. Shuning bilan hammasi asosan musulmon bo'ldi bular. Bizning hozirgi biz so'zlayotgan
Hem de şu Çağatayçı dep koymiz hem de ma. Garip menbelerde tadqiqat Çağatayçı dep koydiken, şu Qarxalı devleti vaqtida sözlegen sözünü sözleydigan bop ketken bu. Şunun bilen bu andan Tuğluq Temurxan bütün şu Çağatay ulusunu men yani tekrar birleştirimiz dep muşu Maveraun Nehir degan muşu G'arbiy Turkistongacha bardi bu 3 qatim safar qildi bu. Şu o'lgichi 1360 48'de taxtga chiqdi bu. Şu o'lgicha bu nima 1368'largacha taxtda qoldi. 3 qatim şu bütün Çağatay ulusunu yani birleştirdi. Bunun maksidi Moğoliston xalligini qurma. Yani nima qilamiz deb. Hamda ba'zi manbalarda ular Kur'an-ı Kerim'deki Müslümanların alıqıma şeriat kanunundaki bir kısım narsalar bilen Cengiz Han'ın anayasasını şu Müslümançı birleştirip qilgan degan gap bor. Şunun bilen bu bir demisimi bir müddet hem de bu Tuğluq Temur'un 3 qatim safar qilishi bilan G'arbiy Turkiston tarafga bu vaqtda G'arbiy Çağataylar deb qo'ymiz, deb qo'ydi manbalarda birleştirganda keyin endi bunu birleştirip bulab bu Tuğluq Temurxan o'zining o'g'li İlyas Xo'jani şu G'arbiy Çağataylarga hozirgi şu G'arbiy Turkistondagi rayonlarni boshqarish uchun bulab shu Samarqand, Buxoro, Toshkent ash taraflar. Ammo aşağıda şu o'zining o'g'lini şu qo'yib qo'ydi-da o'shani boshqarish uchun. Uningga hamda birlashtirgandiki, uningga yordamchilardan birisi shu vaqtda nat aqlli, dana bir odam ekanda, o'shaning yarligi. Biz ma'liq Aqsoq Temurmi deydi, odam ma'liq bir urushda puti yaralanib Aqsoq Temur bo'lib qolgan. Amaliyotda bu tarixchilarning hammasi buningda o'rtaq ham fikr jasorat. Hiçbir zaman hiçbir urushda yengilmagan mashinada bir kudretli adam ekanda bu Temur. Bu Aqsoq Temur deb qo'ygan, Emir Temur deymiz biz bu yerda, Emir Temur. Bu adamninki kallisi, bu adamning urush taktiki dünya urush tarixida yuqori o'rinda turdi. Men bu yerda shuni deb qo'yay, hatta Ruslar keyin besib bu Ruslar olimni tadqiq qilib bu Temurning nimasini bek o'zan bo'lsa Temur keyin Oltin O'rda xoni To'xtamish bilan bir urushib, anda Anadolugacha Anqaraga kelgan dedim, u men o'tganlar. To'g'ri. So'zga. Shuning bilan bu başta bu Oltin O'rda To'xtamish bilan kelishim qilib bir narsa qilgan, keyin bir ma'lum bir sabab bilan bularning orasi ochilib, bu Oltin O'rda davlatini yengiydi bu adam. Yengenlikin anninkin bu Oltin O'rda davlat ojizliganiga endi Ruslar kuchlanib ketib tarix sahnasiga chiqadi. Demak, o'g'lim, ama Rusya tarixidami bu Emir Temurning nataliqi Cengizxonga o'xshash cho'ng ta'siri bor odam-ku bu. Nima bilan bu Ruslar besib olgandan keyin bu keyin anlasam o'shadagilar tarixchilar deb berdi. Men 2-3 qatim berib aş adamdan ziyaret kıldık biz mazarlarını. Aş adamını kanda mine bunundaki kanda nemi de hayran kılıp bu aşını açtırıp mezarını kara. Aşağıya nemi kapırıp tetkik tuğanken de bunu. Keyin endi yana kaytırıp küme koyup. Yani demek çoğunun bu Emir Temur anandan keyin bu İlyas Hoca o dadısına okşaş bundak güçlük bulmaganlığı o İlyas Hoca'nı asasen ecgevet koyup özü anandaki aşağıdaki bütün hakimiyet ağan diye menbeler var. Bununla bu Emir Temur G'arbiy Çağataylar devleti de Temurlular deyimiz biz bir yerde Temur imparatorluğunu kurdu bu. Ama şu vaqtlarda Şərqdə Moğoliston degine hazırki Moğoliston xallığı deb yazılma bizning tarixchilarında yazgan hem de bunu. 1348'den ta Yeken Seydiye xallıgıça bizning vatanni aş tarafını hatta Toshkentgacha Farg'onani bosh qilgan bir muddat. Toshkentgacha kelgan. Ashxonlik shu. Shu 1348-yildan
1514-yılgacha bizningki şu Şarkı Türkistan'ni hozirgi Yettisu rayonini bir qismi hozir Qozog'iston chegaralarida qoldi, u Olmutgacha bo'lgan yerlarcha. Bani birisi şu Farg'ona vodiysi hatto Toshkentgacha bo'lgan rayonlarni bir muddat shular boshqargan. Amaliyotda bu o'zi Mo'g'uliston xonligi degan bilan bu xonlikni qurganlar asosan turklashib bo'lgan, musulmon bo'lib bo'lgan kishilar. Hamda bu bu Mo'g'uliston xonligininki ma'vu g'arbiy tarafida biz bu nimani Mo'g'uliston xonligi qurilgandan keyin men dedim bu Tarmashirinni o'ltiruvdi ma'liqi nima qalmoq eski Mo'g'ul an'anasini sen ihanet qilding, sen musulmon bo'lib ketding deb Tarmashirinni o'ltiruvdi uni. O'ltirib etgandan keyin bu Chag'atay xonligida bir xil tarqilish, bir xil zaiflash, bir xil nima boshlab ketdi. Urushlari boshlab ketdi. Musulmon bo'lganlar bilan musulmon bo'lmagan eski an'anasini, Mo'g'ul an'anasini davomlashtirmoqchi bo'lgan Mo'g'ullar orasida bunda bir jidal majra bo'lib ketib, shuning bilan ba'zi rayonlar, ba'zi Mo'g'ul qabilalari o'zi turayotgan, ya'ni o'zi boshqargan bo'lsa, musulmon rayonlarda, turklarning rayonlarida o'z oldiga bo'lib ketgan ayda bir dönem bor. Ama bu Mang'lay Suyar rayonini suyurg'al qilib bergan ma'valigi Do'g'lat qabilasininki dan bo'lgan Emir Bulaji bu bo'lmadi, birlashtirishimiz kerak deb shu bayam degandek shu ichki majroga xotim berish uchun 1348da shu To'g'liq Temurxonni akilib, hatto shu vaqtlarda shu ichki majra ulab taxt urushlari ulab qilganda shu To'g'liq Temurxonni maxfiy saqlab ekan-ku bu Emir Bulaji. Chunki bu yo'qib ketsa bu xalqning nasli uzilib ketadi deb qarab, oxiri shunda bir jafo mushaqqatli bilan bu odam kelib taxtga o'ltirg'izgan. Bu vaqtida hamda shu hozirgi G'arbiy Turkistonga safar qilib chiqatim To'g'liq Temurxon musulmon bo'lgandan keyin aşağıda musulmon nima taxtga o'ltirgandan keyin o'zining butun tarafdorlari bilan musulmon bo'lgan degan manbalar bor. 160 ming qadar odam bilan bular musulmon bo'lgan biroqlar degan aynan manbalar bor. Shuning bilan endi To'g'liq Temurxon butun Chag'atay ulusini, ya'ni birlashtirma deb G'arbiy Turkistonga berib, askar boshlab berib, u yana birlashtirgan bu. Birlashtirgan vaqtida keyin endi shu o'zining bir bolasini shu nimaga qo'yib G'arbiy Chag'atay degan rayonga biz bu Mo'g'uliston xonligini tarixda 1348dan 1514gacha bo'lgan jarayonni Sharqiy Chag'ataylar xonligimi deb qo'ymiz-ku tarixda. Ba'zi manbalarda Mo'g'uliston xonligi deydi. Amaliyotda bu yerdagi xonlik Aqsuda qurilgan xonlik tili turkcha, ya'ni asosan degidek musulmon bo'lib bo'lgan, yani bunun Moğol nimeler bilen pek alakası yok. Bazı menbalarda şu Cengiz Han'ınki asas kanunu var. Cengiz yasası da koydu. Cengiz Han'ın kanunu da koydu. Şu kanunu İslamlaştırgan, İslam'a asasen maslaştırgan diye yapma. Şunun bilen bu asasen Müslüman bulup ketken. Hem demek çoğunun bu Toğluq Temurxon keyin özünün balısı İlyas Hocanı şeyge koyup qaytib ketdi. Qaytib ketken vaqtida keyin o G'arbiy Chag'ataylar degan bu hozirgi shu G'arbiy Turkiston tarafda bular shu Maveraun Nahr degan rayonda bu Emir Timur degan bir odam bor, mashhur bu. Emir Timur aqlli, her jihatdan talantli bir odam ekanda, keyin bu Xizr Xo'jani nima qilib deb uni odatga ahvalga tushirib qo'yib, ba'zi qaynaqlarda hajga etib o'tgan degan gaplar bor. Anandan o'zi shu G'arbiy Turkistonda bir hukmronlikni, hokimiyat qurdi. Buni biz tarixda Temuriylar deb qo'yamiz. Bu Temuriy davlati shu 1370dan itiboran qurildi. Bu shu Anadolugacha kelgan. Hamda bu Temur
bizden Şarkı Türkistan tarafta hem de bu asas Mongol Cengiz'ninki nesliden kelgen soy hem de kutluk soy dep kabul kılındı genço. Şuna bu özde han demigenken ularga hürmetsizlik uludu dep han dese o nimege kabul kömeydiken de şu Emir Timur deyilgen degen gap var. Yinenden bu bizninki mavu hazır idi kutkallığını feth kılıp aşağını elip Müslümanlaştırgan Hızır Hoca o Hızır Hoca mu yani o Cengiz evladının kelgen şu nime Tuğluk Timur'un ki nesilden boğan Müslüman adam bu. Hızır Hoca kızını elip tevekkül Atun'u elip ta köyol boğan kenende. Köyol boğan diken Emir Tömür'ünki Şarkı Türkistan'daki mi mesela bizden bulap mı mavi Fergani bilen Kaşgar'ında tutaş emez mi? Bir yerden mi şu bizden Kaşgar hatta Nime, Aksu den Kaşgar şu Xoten geçip boğan rayillanımı bir mezgil Timur'un adamları baş kurgan şu. Hani demek çoğunun muşu kudubacılıktan keyin bula bir-biriga nima qilib ketgan. Birlikte hakimiyetini nima qilgan. Birlikte aşağıda İslam ve Türk nimisi bilen müstehkem bir hakimiyet kurgan. Keyin annem bu Şeybanihan degan bir adam bu asli şu Jurji'nin neslinden keldi ama özüm şu deşt Çaklardan bula aşla Timur'un hakimiyetini yokatkan vaxtıda andın bu Türkistan'da andaki bir parçalanış boğan. Şu vakitça bu rayında esasen şu nimele bizden Şarkı Türkistan'daki Şarkı Çağataylılar ya da Mongolistan halkı bilen Garbi Türkistan'daki bu Timur kurgan halk asasen kuduvacı boğandan keyin birlikte baş kurgan. Bularning arasında bek içki macramı bulmagan. Mesela halıqı nime bağı Babur Şah mesela nimege bağan. Babur Şah'ın anısı tevekkül nime Kutluk Hanım asla şu Yunus Han'ın kızı oludu. Bu dadı taraftan Timur'un evlatlarından Ömer onun dadısı anı taraftan olsa şu bizim Yunus Han'ın ki kızı oludu. Bu Seyit Han mı yani şu Ahmet Han'ın balısı bu. Bunma esasen Müslümanlaşıp ketken şu nim bilen Emir Timur bilen nimeninki Tuğluk Timur'un evlatları Kuduvacılar birleşip ketkenden keyin tuğulgan adamlar Ahmet Han mı özümü nayetlik akıllı obdan bir nima qilgan şu hükümranda nima qildi Seyit Han ashundan balisi keyin bu yerdagi urushda şu Shaybani xallar bilan bo'lgan urushda hatto bizning shu vatandanki xalqdan kelib ashunga yordam qilgan ishlarchi bular Shaybonlarga qarshi keyin endi bu Ahmet bu keyin Shaybani Xon Maveraun nehrini ele olgandan keyin bu nima chekinib hozirgi Afg'onistonga ketgan Babur ve onun yanında şu vaqtda Seyit Xon batı. Seyit Xon bir mezgil u yer turib oxiran deydi de Babur ikki yo'lbos bir qapazga patmaydi. Sen aş nimaga berib Türkistan aş tarafga berib aşağıda bir hakimiyet kurdu. Bu Seyit Xon andan keyin Farg'ona o'tib u yerda nurg'un onu qo'llaydigan tarafdorlari bilan o vaqtlarda shu xalqqa nurg'un zulm selvetgan shu Mo'g'uliston xalqining Tuğluk Timur'ning evlatlardan keyin bu Emir Bulacı'nın evlatlarına o'tib ketib xalq taxtları bo'lib. Keyin o Abu Bekir degan naci zulm qilib o'tgan haqqa. Shu vaqtda anan Abu Bekirni yengib Seyit Xon yakanda andan şu Yaken Seydiye xalqini qurgan. Demekçi oğlum bir yerde Şarkı Çağatay xalqı veya Moğoliston xalqı degan bilen bu tamamıyla
Türk hallığı Türk yani hallığı. hazırkı Ha. şu bizdeki Yeken Seydiye hallığı burunqi Çağataylılarning avlodlari Türkleşip Müslümanlaşıp ketgandan keyingi ahval buni ma nimaninki bizning vatanda bu to'g'riliq nurg'un tarixiy materiallar bor, Çağataychi materiallar bor. Hatta şu devirde tarihi Reşidi deb şu bir mashhur bir Ha. tarixiy asar yozgan Mirza Haydar Ko'rganninki. Bu buningdan ko'rib olishga bo'ldi. Bu to'g'riliq bizning vatanda bir tarixiy romanni yozdi Bahadırname debchi. Ha, Bahadırname. İşte aşı devirlerini anlatıdı. Yani demek çok önemli de bu yerdeki Moğolistan halkı o biz bilgen hazır kıma o taşkı Mongoliyadaki eski Mongoliyadakiler emas. Emas. Bizning içimizdeki aşı asasen ben bayağı aytgandek asas gol aile yani şu Qaraqallı devletinin devam bo'lgan xalqlar bizning otalarimiz ham bizga singishib ketgan musulmonlashib ketgan Moğollar. Hem Seyitxon kelsak Seyitxon şu asasen tamamıyla bizga assimile bo'lib ketgan Moğol xalqlaridan Ahmet Xonninki nimisi oğlu hem de bu yerde aytgandek G'arbiy Turkistondagi yerliklar bilan bizning Sharqiy Turkistondagi turklashib ketgan musulmon bo'lib ketgan Mo'g'ullar xalqlarininki xudovaji ulash orqali bir yarim asrdek birlikda bosh qilgan. Keyin nima endi Shaybani Xonninki o'limidan keyin Shaybani Xon onun vaqtida Qozoqlarninki Janibek, Kereybek degan bular isyon qilib hozirgi shu Mo'g'uliston xalqi ya'ni bizning Sharq Turkistonning boshqarishdagi yerga kelib shularga sig'ingan ekan. İltica qilgan ekan. Ular ashani beribdi ularga. Keyin o Shaybani Xondan qochib kelgan ko'chmanlar ashada birlashib keyin hozirgi Qozoq xalqi shuning bilan shakllangan. Bu bağımda xeyli cıxnas bilib olduq. Mening bilishimdan ait bir atalgı meselesi deb düşünüp ki memlekette xeyli uzun tarixga bu. Bu meselenin sualımız yaxşı oldu. Bu sualını bir qayrindishimiz so'rabdi ki, ama şu bizning hozirgacha bo'lgan programlarımızda ko'rgan bir qayrindishimiz shuni Varis muallimdan so'rab baqsangiz deb havol qilibdiki. Bunun cevabını algan bulduk. Köp rahmet Varis muallim. Bugün vaqt münasebeti bilan programını müşahede çıkarımız. Yani kilaqatimqa programda yani biz nayet qiziqadigan suallarımız buldu. Bugünçe aman bulun Varis muallim. Hayır. Allah'a emanet. Hoş. Allah'a emanet. Aman bulunlar. Biz işlegan videoga qiziqadigan do'stlarning samiga. Şu yakından az bo'lmagan qarindoshlarım menga ayrim xat yozib yoki telefon qilib men yaqinda ishlagan videolarimni topolmaganligini va yordam qilishimni so'radi. Men ularga ayrim avat bergan bo'ldim, ammo bu to'g'ri usul emas. Chunki birsi mening vaqtim ketadi, birsi sizlarning videolarni tepishinglar qulay bo'lmaydi ekan. Buning bir oddiy usulini bilgan qisqacha so'zlab ko'rsam, bu nimani ochgandan keyin YouTube'ni ochgandan keyin YouTube'ning bosh beti ochgandan keyin bu nima yozilgan yeri bor, search ya'ni izlaydigan yerga kirib ismimni yozsanglar da bo'ldi qarindoshlarım. Ya'ni Jasorat Umid deb yozsanglar tizimlikda chiqadi ismi to'g'risi. Birisi uyini to'qabdi. Ümit degani bassanglar meniki nimam chiqadi. Ya'ni YouTube'dagi kanalim chiqadi. Men ko'pchilikniki biz ishlagan videolarni tepishga qulay bo'lsin uchun mushaga jo'g'lab qo'ydim videolarni. Bu yerda mana bu J belgisi yoki ismimni cheksanglar meniki to'rbetim, YouTube to'rbetim ochildi. Bununla dikkat kılsanlar bir qancha sahifa var. Mesela en yeni işlengen videolar şu tepede var. Mesela Varis muallim bilan işlengen tarixga ait videolarımız şu şeyde var. Yani bunun başka temalarım aralashib qoladi ba'zida. Onun için
köpçülükнің ayrim temalarda biz işlеген videolarni tepsi qulay bo'lish uchun, masalan, tariximizga nazar degan temada maxsus shu Varis muallim bilan ishlagan videolarni o'sha joylab qo'ydim. Bu yerda ko'ringani 5, agar davomini desanglar, bassanglar, uni oxiri chiqadi. Hammasi play all degani hammani qo'y deganini bassanglar, shu boshdan tortib, shu birinchi qismini tortib hozirgacha ishlangan qismlar hammasi to'liq qo'yildi. Ondan boshqa bizning kanalimizda qani 240 yaqin video borki, hammasidagidek biz o'zimiz ishlagan videolar. Bularning ichida masalan bir inqilobiy hikoyami bor, masalan Qora Uyg'urlar. Bu asosan ilgari nimada tarqatilgan? YouTube'da tarqatmagandik, WhatsApp'da tarqatgandik. Keng ko'lamda tarqalgan hikoya. Mushuni izlab shurganlarmi borki, o'sha qarsanglar mana Qora Uyg'urlar degan ayrim temada buni qo'yib qo'ydik. Ama o'ng tarafni cheksanglar davomi chiqadi. Va yoki boshdan hammani anglayman desanglar, oddiy play all hammani anglaydi deganni bassanglar, butun shu videoni, shu Qora Uyg'urlar hikoyasini anglab chiqalasizlar boshdan oxiri. Onun aslında başka mesela en hozirgacha en ko'p ko'rilgan videolar degandek nimalarni temlarim bor. Demak ki bizning videoga qiziqadigan qarindoshlarimiz mana bu yerga kirsanglar, shu usul orqali hamma videolarimizni topa olasizlar. Undan boshqa agar bir yangi video ishlanib qolsa, darhol menga xabar kelsin desangiz, uning yo'lini bekma oson. Bu yerga kirib, subscribe, ya'ni abone bo'l degan yerni chekib qo'ysangiz, bundan keyin bizning kanalimizga yangi bir video yuklansa, sizga darhol uqtirish keladi. YouTube'ni açsangızlar başpatda ko'ra olasiz bu yangi qo'ygan videolarni. Bizim o ko'pchilikniki biz ishlagan videolarni ko'rish qolay bo'lish uchun bundan keyin muhim deb qaralgan videolarning hammasini shu kanalga qo'yib qo'yamiz. Shunga oddiy usul mishaga subscribe, ya'ni abone bo'l deganni chekib qo'ysangizlar, menga telefon qilib xat yozib avara bo'lmaysiz. Inshaalloh hamma biz ishlagan videolarni topa olasiz. Rahmet ko'pchilikka.